Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'rguvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Oldi bilan xabarlarimizning muhim mazmunlarini tanishtiramiz. Xitoy tarafining Amerika-Xitoy savdo kelishimidagi mazmunlarni o'zgartirishi kuchli diqqat qo'zg'amoqda. Ilhom To'xtiga 2019-yillik erkinlik mukofoti berish qaror qilindi. Serik artisi Aygul Mehmet yuqori mahorati bilan dunyo sahnasida Uyg'urlarni yana bir qatim tanitdi. Misr bilan Xitoy dastlabki qarz kelishimini imzoladi. Tövəndə diqqətinizlər xəbərlərimizin təfsili məzmunlarında olsun. Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi savdo urushi kun sayin keskinlashib, oxirgi kelishim imzolanmagan bir mezgilda Xitoy taraf ikki davlat o'rtasidagi savdo kelishimining dastlabki nusxasidagi mazmunlarni butunlay o'zgartirib o'tgan. Reuters agentligining 8-maydagi xabarida Xitoyning muavin bosh ministri Liu He Amerika bilan bo'lgan savdo suhbatini davomlashtirish maqsadida 9-may kuni, ya'ni bugun Washingtonga yetib keladi ekan. Hamda ikki davlat o'rtasidagi savdo kelishimining Beijing taraf butunlay o'zgartirib tayyorlagan dastlabki nusxasi Washingtonga avatilgan. Xitoy taraf tayyorlagan kelishimning dastlabki nusxasi 150 betga yaqin bo'lib, Xitoy taraf buning mazmuniga butunlay o'zgartirish kirgizgan. Shundaqla Amerikaning yadrolik talablariga qo'shilmaydiganligini ishora qilgan. Xabarda bildirishicha, asldagi savdo kelishimining dastlabki nusxasi 7 bo'lakdan tarkib topgan bo'lib, Amerikaning Xitoy ustidan savdo urushi qo'zg'ishiga sabab bo'lgan ba'zi muhim masalalarga qarata Xitoy tarafining muvofiq inkas qaytarishi, ya'ni xalqaro qonun nizomlar bo'yicha kelishimga kelishi talab qilingan. Bular asosli Xitoyning Amerikaning aqliy mulklari va savdo maxfiyatligini o'g'irlashi, Amerika shirkatlarining texnik o'tinib berishga qistishi, adolatsiz raqobat, moliya va pul muomala sohasidagi monopollik qatorliqlarni o'z ichiga oladi ekan. Amerika prezidenti Donald Trump Xitoyning muavin bosh ministri Liu Hening Washingtonga savdo suhbati uchun kelgan vaqtiga to'g'rilab, Twitterda bir uchur yo'llab, Xitoyning 200 milliard dollarlik mahsulotlarga 10% dan 25% gacha tamojin beji qo'ydiganligidan bishorat bergan. Kuzatuvchilarning qarashicha, Xitoyning asldagi savdo kelishimidagi muhim mazmunlarni o'zgartirib olib kelishi va Amerika o'tir qo'ygan yadroliq masalalardan o'zini qochirishi ikki davlat orasida oylardan beri davom qilayotgan savdo urushining kelishim bilan hal bo'lmaydiganligidan derak beradi ekan. Mashhur Uyg'ur ziyolisi Ilhom To'xtiga Amerika Erkinlik saroyining 2019-yillik erkinlik mukofotini berish qaror qilindi. Amerikadagi Erkinlik saroyining bildirishicha, Erkinlik saroyi 1943-yildan boshlab erkinlik va demokratiya uchun kurash qiluvchilarni mukofotlab kelgan. Erkinlik saroyining uqtirishida ko'rsatilishicha, 2019-yillik erkinlik mukofotining Uyg'ur ziyolisi Ilhom To'xti, liderlik mukofotining Microsoft shirkatining raisi Brad Simmons, Tonish va o'stirish mukofotining Misrlik satirik asar yozuvchisi va komediya artisti Bosim Yusuf qatorliq 3 kishiga berilganligi bildirilgan. Erkinlik saroyining to'rbetidan ma'lum bo'lishicha, mukofotlash murosimi 8-may kuni Amerika poytaxti Washingtondagi Erkinlik saroyida o'tkazilgan bo'lib, murosimga Ilhom To'xtining Amerikadagi qizi Javhar Ilhom va Amerikadagi bir qism Uyg'ur faoliyatchilari taklif qilingan. O'zining hayajonli tuyg'usini ifodalagan Javhar Ilhom, dadasi Ilhom To'xtiga erkinlik mukofoti berilganligidan faxrlangan bo'lsa-mu, ammo Xitoy turmasiga mahkum qilingan dadasi va jazo lagerlari qamalgan Uyg'urlarning o'ylig'inida yana azobdan xoli bo'lmayotganligini eskartib, agar hamma odamning fikri erkinligi va diniy e'tiqod erkinligi bo'lgan bo'lsa, bundaq bir murosim orqali erkinlik mukofoti tarqatishga hojat qolmagan bo'ladi. Men mushundaq bir kunning yetib kelishini orzu qilaman degan. Erkin Asiya radiosi xabarida 7-may kuni Kanadaning Toronto shahar markazidagi eng chong tantarbiya zalida Amerika davlatlik basketbol jamiyatining darajadan tashqari basketbol kasbiy musobaqasi bo'lib o'tdi. Kanadada o'tkazilgan bu qatimqi musobaqada Toronto Raptors komandasi bilan Amerika Philadelphia 76 komandasi keskin raqobatlashgan bo'lib, har qaysi televiziya kanallarida bir vaqtda naq maydondan tarqatildi. Mazkur musobaqani yana 20 mingdan ortiq kishi naq maydondan ko'rgan bo'lib, musobaqa orasida tuyuqsiz yangrgan "Men Uyg'ur" degan mushundaq Uyg'urcha naqsha barliq tomoshabinlarning alohida diqqatini tortgan. Taklif bilan o'yin ko'rsatgan Uyg'ur serik artisti Aygul Mehmet Uyg'ur naqsiga moslashtirib, nafis Uyg'ur usul harakatlari bilan o'rindigan yuqori texnikalik serik mahorati zo'r olqishga erishgan. Aygul Mehmet Uyg'ur an'anaviy nusxalar bilan loyihalangan ko'k ranglik sahna kiyimi kiyib, Uyg'ur degan mushundaq degan naqshaga jo'r bo'lib, Uyg'ur usuli kirishtirilgan chambarak o'yinish mahoratini o'rindab, Uyg'urlarni dunyo ahliga yana bir qatim tanishtirdi. Navbatda Aygul Mehmetning bu xalqaro musobaqada ko'rsatgan o'yinning sin ko'rinishlari ijtimoiy taratqulat taralmoqda. İnkaslardan ma'lum bo'lishicha, Uyg'urlar Xitoy tarafidan madaniyat qirg'inchiligiga uchrayotgan, Uyg'urlarning bir qism dangdor artistlari lagerlar qamalgan mushundaq bir vaziyatda, Uyg'urlarning tunilgan serik artisti Aygul Mehmetning qaytadan dunyoviy bir maydonda o'z mahoratini Uyg'ur san'ati bilan birlashtirib namoyon qilishi chet ellardagi Uyg'ur jamoatiga zo'r ilhom baxsh etgan.
Aygül mazkur o'yin qo'yish fursatini Uyg'urlarni va Uyg'ur madaniyat san'atini tanitadigan yaxshi fursat deb bilib, kiyimi va muzikasini o'zi tanlash sharti bilan o'yin qo'yish taklifini qabul qilgan. Shundaqla bu qatimliq o'yinni o'rinlash orqali namoyish qilgandek qo'yib keldim. Men Uyg'ur, biz Uyg'urlar mushundaq deb ko'rsatilganimdan o'zimni bak hayajonlandim degan. Misr bilan Xitoy o'rtasida Qohirada bino qilinadigan yangi ma'muriy poytaxtning markaziy xizmat rayonining plan qurilishiga ishiltilgan qarzning dastlabki qismi uchun imzolarning qo'yilganligi bildirildi. Xitoy bilan Misr o'rtasida Qohiraning sharqida qurilishi davomlashayotgan yangi ma'muriy poytaxtning markaziy xizmat rayonining inshooti uchun ishiltilgan jami 3 milliard dollarlik qarz kelishimining dastlabki qismi uchun imzolar qo'yildi. Misr Turalg'u ministerligining bayonotiga asoslanganda markaziy xizmat rayoni bino qilish uchun ishiltilgan 3 milliard dollarlik qarzning 834 million dollarlik dastlabki qismi uchun imzo qo'yilgan. Loyihani pul bilan ta'minlaydigan Xitoy banklari bilan Misr o'rtasida tuzilgan kelishimga imzo qo'yish marosimiga Misrning Turalg'u ministri Asim Al-Jazzar qatnashgan. Imzo qo'yilgan dastlabki qarz qismining yangi poytaxtga selinadigan 7 egiz binoning plan qurilishlariga ishiltilganligi qayd qilindi. Misr Turalg'u ministri Asim Al-Jazzar o'xshamagan maqsadlarda selinadigan jami 20 egiz binoning plan qilinganligini, ulardan birining 385 metr egizligi bilan Afrikadagi eng egiz bino bo'ladiganligini bildirdi. Misr prezidenti Abdul Fattah Sisi mezgilida Qohiraning sharqida va Suvays kanali atrofida qurilish boshlangan yangi ma'muriy rayonga 6 million 500 ming nufus sig'adiganligi bildirilmoqda. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.